bolani apkagini chiqarib tashlasiz, bu nima ahvol? Bu nima ahvol? Ya onasi qani, telefon nomeringizni bering, onasiga telefon qilamiz. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoq burni qonga belangan bolakayning videosi bilan to'ldi. Ushbu voqea jamoatchilik tomonidan turlicha talqin etilmoqda. Ba'zilar voyaga yetmagan bola otasi tomonidan kaltaklandi deb aytdi. Xo'sh, aslida holat qanday yuz bergan? Mazkur holat Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganildi. Surishtiruvlarda ma'lum bo'lishicha, ota 2 nafar farzandini bayram munosabati bilan xiyobonga olib borgan. Aylanib qaytishayotgan vaqtida katta farzandi avtomobil yo'liga yugurib chiqayotgan vaqtida otasi uni ushlab qolish uchun qo'l uzatgan. Shu vaqtda otasining qo'li o'g'lining burun qismiga tegib ketib, qon oqib ketgan. Shundan so'ng farzandiga katta yo'lga chiqmaslikni uqtirayotgan ota atrofdagilar tomonidan noto'g'ri talqin qilinib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatildi. O'rganishlar davomida voyaga yetmagan bolaning onasi ham ko'rsatma berib, turmush o'rtog'i tomonidan muqaddam farzandlarini urish, ta'ziq o'tkazish holatlari sodir bo'lmaganini ma'lum qildi. Kecha esa internetda ota bolaning yana bir videosi tarqaldi. Ushbu tasvirlarda siz voyaga yetmagan bolani otasi bilan yaxshi kayfiyatda suhbatlashayotganini ko'rishingiz mumkin. Kechadan oldin ana Shobrahimga borib, ana kartoshka terdim. Prost kuydirdi, pishib kuydirdi. Prost burningiz qonab ketdi. Ichib olgan holatda farzandini urib, og'iz burnini qonga to'ldirdi degan gap bo'ldi. Kecha ichdingizmi aka, ichmadingizmi? Ichingiz yo'q. Hech qanaqa bu oilalar notinchlik, muammo bo'lgani yo'q. Ming bor uzr so'raysiz. Bilib bilmay qilgan xatolaringizga Joningiz sog' bo'lsin aka, oilangiz bilan baxtli, saodatli bo'ling. Mazkur holat Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilganda, u ijtimoiy tarmoqlardagi talqinlarga to'g'ri kelmasligi ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, ota 2 nafar farzandini hayit bayram munosabati bilan xiyobonga olib borgan. Ular aylanib qaytishayotgan vaqtda katta o'g'li avtomobil yo'lining qatnov qismiga chiqib yuborgan. Ota farzandini ushlab qolish uchun qo'l uzatgan vaqtida uning qo'li o'g'lining burun qismiga tegib ketgan va burni qon. Shundan so'ng farzandiga katta yo'lga chiqmaslikni uqtirayotgan ota atrofdagilar tomonidan noto'g'ri talqin qilinib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatildi. To'liq o'rganishlar davomida voyaga yetmagan bolaning onasi ham ko'rsatma berib, uning turmush o'rtog'i tomonidan muqaddam ham farzandlari yoki o'ziga nisbatan ta'ziq o'tkazish, urish holatlari sodir bo'lmaganligini ma'lum qilgan. Bundan kelib chiqadiki, internet tarmoqlari orqali e'lon qilingan talqinlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bolalar bu barchamizning farzandlarimizdir. Ular birinchi navbatda davlat e'tiborida va himoyasidadir.